Birleşken Devletler Teşkilatı kişilik hukuk mutaxassislari yakshanba kuni Xitoyga chaqiriq qilib, noma'lum bir yerda tutib turilayotgan sobiq Xinjiang universitetining mudiri professor Toshpo'lat Tiyipning vaziyatidan andisha qilayotganligini bildirdi va Xitoyning uning nadaligini oshkorlashni talab qildi. Birleşken Devletler Teşkilatı xizmat guruhining mutaxassislari e'lon qilgan yozma bayonotda Toshpo'lat Tiyipning 2017-yili Germaniyaga yig'inga qatnashish uchun ketayotganda tutib ketilganligi, shuningdan boshlab oqibatining aniq emasligi bildirilgan. Mutaxassislar uning o'lim jazosiga hukm qilinganligi haqidagi xabarlardan cho'chiganligini o'tirib qo'ydi. Bayonotda Xitoydan Toshpo'lat Tiyipning nada ekanligini oshkorlash va oilasining uni ziyorat qilishiga ruxsat qilishi talab qilindi. İsrail işğal ostidagi G'azada Xitoy zulmga uchrayotgan Uyg'ur musulmonlarini qo'llash namoyishi o'tkazildi. G'azadagi Falastin olimlar birligi chaqiriqi bilan Al-Katiba masjidi oldida o'tkazilgan faoliyatda namoyishchilar musulmonlarni yordamsiz tashlab qo'yish haromdir. Musulmonning qarindishidir, uni yolg'iz tashlab qo'ymaydi degan shiorlar yozilgan plakatlarni ko'tarib olgan edi. Olimlar birligi raisi Marwan Aburas bayonot e'lon qilib, Xitoyning Uyg'urlarga qilayotganlarining eng aqlli kishilik huquqiga bo'lgan tajovuzchilik va diniy huquqlarni bostirish ekanligini ta'kidladi. Aburas Xitoy haqqi va insoniyatga hurmat qilmaydi. Xitoyning dunyo tamponligini saqlashini umid qilardik, lekin u insonlarga va inson haqlariga tajovuz qilyotidi, zulm qilyotidi dedi. Xitoy Kompartiyasining zuvani bo'lgan Yer shari vaqt gazetining xabar qilishicha, Xitoy Kompartiyasi va hukumat masalalari haqida qonunga xilof holda kitob nashr qildirgan va sotgan 12 gumondor Xubey o'lkasidagi Yuyang o'tir sud mahkamasida sotlangan. Gumondorlardan bu guruhning boshlig'i deb qaralgan birining 2010-yildan buyon Xitoy Kompartiyasining muhim yig'inlariga oid kitob va hujjatlarni yig'inlardan keyin to'rdan tushirib yig'ib kitob qilib chiqarganligi bildirildi. Sotda bu kishiga 7 yil 10 oy qamoq jazosi va 45 ming yuan jarimani qo'yilgan bo'lib, boshqa kishilarga 2 yildan 7 yilgacha qamoq jazosi berilgan. Rossiya, Xitoy va Eron dengiz armiyalari bugundan boshlab Hind okeani bilan Oman dengizida birlashma harbiy manevr o'tkazadi. Xitoy Mudofaa ministrligi bayonotchisi Wu Chen, Xitoyning Shining nomli boshqariladigan bombaga qarshi paraxodlar qatnashadigan bu manevrning dushanba kungacha davomlashadiganligini aytdi. Bu manevrda 3 davlat dengiz armiyalari orasidagi hamkorlikni kuchaytirish maqsad qilinganligi bildirildi va buning xalqaro qonunlarga uyg'un ekanligini ta'kidladi. U yana bu manevr bilan rayondagi masalalar orasida bir munosabat qurishga kerak yo'qligini tilga oldi. Oman dengizi neft to'shida muhim rol bo'lgan Hormuz bo'g'oziga tutishadigan bo'lg'achqa muhim strategik o'rin hisoblandi. Dunyodagi neft savdosining 5dan birining Hormuz bo'g'ozi ustida ilib berilganligi ma'lum. Pakistan armiyasidan e'lon qilingan bayonotda kontrol liniyasining Hojipur rayonida Hindiston askarlarining urush to'xtatish kelishimiga xiloflik qilganligi, Pakistan armiyasining buningga qarshilik berganligi, Hindistonga tava bir harbiy nuqtaning bombardimon qilinganligi va 3 askarning o'lganligi bildirildi. Hindiston armiyasi bo'lsa, Kashmirning Baramulla rayonida Pakistan askarlarining to'p o'qi orqali Hindiston tarafga hujum qilganligi, bu sababli bir askar va bir fuqaro o'lganligini e'lon qildi.